Korrupsiya, taraqqiyotga qarshi jinoyat. Uni to'xtatish uchun nimalar qilish zarur? Buning 10 usuli. Birinchi, ortiqcha byurokratiya va sansaroliklarni bartaraf etish. Ikkinchi, davlat idoralarining jamoatchilik oldida hisobdorligini oshirish. Uchinchi, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish. Davlat idoralari va mansabdor shaxslarning faoliyati samaradorligini baholash. To'rtinchi, davlat xizmatlarida inson omilini kamaytirish. Zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish. Beshinchi, byudjet xarajatlarining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash. Oltinchi, davlat xizmatchilarini moliyaviy rag'batlantirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash. Yettinchi, qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligini ta'minlash. Sakkizinchi, manfaatlar to'qnashuvi, tanish-bilishchilik, noqonuniy boylik orttirish holatlarini aniqlash va javobgarlikka tortish. To'qqizinchi, qonunchilikni takomillashtirish va mavjud bo'shliqlarni bartaraf etish. 10. Aholining huquqiy madaniyatini oshirish. Jamiyatda korrupsiyaga toqatsiz munosabatni shakllantirish. Unutmang, korrupsiya taraqqiyot kushandasi.